Qabul qilaman, tan olaman. Mani ichimda onaga egilishni istamayotgan qismlarim bor. Bu qismlarimni tan olaman va bu yeringa joy bo'shatib beraman. Ona, bugun men sizga qaytarib beraman. Erkaklarga egila olmaslik programmalaringizni. Ona, bugun men sizga qaytarib beraman. Otani tan olmaslik, otani kuchini his qilmaslik programmalaringizni. Qabul qilaman, tan olaman. Ona, sizni ko'p muhokama qildim. Hali ham muhokama qilaman. O'zim bilib bilmagan holda. Har bir ayolni ko'rgan paytimda sizni ko'raman va sizni sevishni istamaydigan qismim bor. Ichimda bu qismimga joy bo'shatib beraman. Ona, men sizga qanday qarasam, siz ham menga shunday qaraganligingizni his qilaman. Bu yeringa joy bo'shatib beraman. Ona, men sizga qaytarib beraman. Onaga farzandlarga bo'lgan nafratni. Ona, men sizga erkaklarni oldida o'zini qadrlamaslik va erkakni qadrlamaslik, erkakni oyoq osti qilish programmalaringizni o'zingizga qaytarib beraman. Ona, men sizga qaytarib beraman. Erkaklarga tepadan qarash, erkaklarni nazarga ilmaslik programmalaringizni. Ona, men sizga qaytarib beraman. Erkaklardan qo'rqish programmalaringizni. Holatlaringiz yaxshimi? Yozinglar. Shunda mikrofon ochib bo'lishib ketishlaringiz mumkin. Yaxshi. Holatlaringiz bilan bo'lishib ketinglar. Ona, men sizga erkaklarni ustidan kulish